Uchinchisi nima edi? Mos burchaklar. Mos burchaklarda ichki va tashqisi teng yo'q edi. Endi aytayotganimizda mos burchakni tarifi o'zi nima? Ko'rinish jihatdan ham, qiymat jihatdan ham, kattalik jihatdan ham bir-biriga teng bo'lgani uchun bu burchaklarga qanaqa burchak deyilgan? Mos burchaklar. Endi mana bu yerda aytishimiz mumkin. Bular ikkalasini yig'indisi 180 bo'ldi va hozir aytdik, almashuvchi burchaklar bir-biriga nima? Teng. Endi mos burchaklar qaysilar? Burchak 1 va burchak 5. Tushunyapsizlarmi? Burchak 1 bilan burchak 5, burchak 2 bilan burchak 6, burchak 3 bilan burchak 7, burchak 4 bilan burchak 8. Bular bir-biriga nima? Teng. Endi mana shu yerdagi 8 ta burchak yig'indisi necha gradus? 720 gradus. Mana bu 4tasiniki 360 bo'lgandan keyin bu 4tasiniki ham 360 ni ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 720 gradus bo'lar ekan. Tushunarlimi?